Do'stlar, meni safarimni 46-kuni hozir g'alati narsa bo'ldi. Ishoninglar, hozir bu niroqda bitta mashina turadi, oldimga keldida, "Ag'a, telefoningni berib tur, telefon qolay" dedi-da. Qaradimda mashina ichida o'tirib gapiryapti. O'yladimda hozir bersam, olib ketib qochib qoladi. Bermasam tushib bir narsa qilishi mumkin dedim-da, hozir 1 minut dedimda, telefonni shuni quloqimga tutib, "Alo, politsiya" dedim, ishoninglar, ketib yubordi. Ishoninglar, men agar politsiya demaganimda hozir tushib turib, telefonni bitta ko'ray deb olib qo'yishi mumkin edi. Shuning uchun men qanaqadir ko'nglim sezdi, berganimda to'shini olib ketardi, chunki g'alatiroq ko'rindi. Sal nariroqda mashinada kutib o'tirdi. Oldimga keldida, telefonni berib turdi, shunaqa "Alo" desam, ketib bordi. Xullas, Xudoni o'zi saqlasin do'stlar. Mana 46-kuni uncha-muncha antena chiqmayapti, shunga kamroq video qo'yapman. Kuzatib turinglar do'stlar. O'zim ham qo'rqib qoldim.